Barchangizga assalomu alaykum. Atigi 55 yil oldin bu qashshoq 3-dunyo mamlakati edi. Kichik va kamsonli aholiga ega, tabiiy boyliklari tugul iqtisodiy ustunliklarga hamda tayinli o'tmishi mavjud bo'lmagan mamlakat. O'sha yillarda unga hattoki toza ichimlik suvi ham qo'shni davlatlardan olib kirilgan. Mamlakat aksariyat aholisi savodsiz, xaroba uylarda yashovchi, har qadamda korrupsiya, giyohvand moddalar savdosi, dengizda esa qaroqchilik hukm surgan mudhish bir davrlarni boshdan kechirgan. Biroq, bugungi kunda bu mamlakatni ertaklar va orzular shahri, rang-barang va jozibador, rivojlangan iqtisodiyot, texnologik makon, yashash uchun eng yaxshi joy, yetakchi moliya markazi, dunyoning eng qimmat shaharlaridan biri deb atashadi. Albatta, Singapur davlati haqida gap ketganda, bu da'volar bilan bahslashish qiyin. Ushbu davlat Janubiy Sharqiy Osiyoda joylashgan ham shahar, ham poytaxt, ham alohida bir davlatdir. Singapurning bunday fenomenal yutuqlarini bir kishi, islohotchilar asoschisi, mamlakatning sobiq va marhum bosh vaziri Lee Kuan Yew nomi bilan bog'liq. Uning 3-dunyo mamlakatidan birinchisiga shiori ostida o'tkazilgan islohotlari mamlakatga iqtisodiy yutuqlarni amalga oshirishga imkon berdi. Bugungi kunda Singapur elektronika va farmatsevtika kabi yuqori texnologik sohalarda jahonning yetakchilaridan, eng yirik moliyaviy va neft qayta ishlash markazlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatning yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi 2020-yilda hisob-kitoblarga ko'ra 337 milliard dollarni, har bir fuqaroning o'rtacha yillik daromadi esa 55 ming AQSh dollarini tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha Singapur, Qatar va Lyuksemburglardan keyingi 3-o'rinda turadi. Mamlakat aholisining deyarli 3% dollarlik millionerlar hisoblanadi. Bugungi kunda Singapur mo'jizasi deb nomlangan hodisa jamiyatimizda Singapur nafaqat iqtisodiy muammolarni hal qilgan, balki zamonamizning eng muhim balolaridan biri, korrupsiyani yo'q qilgan mamlakat sifatida keltiriladi. Ushbu fikrni mamlakat rahbari Lee Kuan Yew keltirgan iqtiboslar tasdiqlaydi. Agar siz korrupsiyani yengishni istasangiz, do'stlaringiz va qarindoshlaringizni qamoqqa yuborishga tayyor bo'ling. O'z do'stlaringizdan 3tasini panjara ortiga o'tkazishdan ishni boshlang. Nima uchunligini siz ham, ular ham yaxshi bilasizlar. Hurmatli UzFakt kanalining tomoshabinlari, keling, bugungi dasturimizni qanday qilib bu tabiiy boyliklardan mosuvo bo'lgan mamlakatning qisqa fursat ichida Osiyo yo'lbarsiga aylanganligini ko'rib chiqamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Avvalo ushbu shahar davlat haqida qisqa ma'lumotlardan boshlaymiz. Singapur dunyodagi eng kichik shaharlardan biri. Uning maydoni bugungi kunda 728,3 kvadrat kilometrni tashkil etmoqda. Bugungi kunda deganimning sababi, mamlakat maydoni yildan yilga kengayib bormoqda. Deyarli har tomonlama dengiz bilan o'ralgan kichik Singapur suvga qarshi chiqib, undan 15% yerni tortib olishga muvaffaq bo'ldi. Geografik sharoit shahar davlat hokimiyatini o'ta tejamkor va topqir bo'lishga majbur qiladi. Misol tariqasida, megapolisda uzoq vaqtdan beri kanalizatsiya va chiqindi suvlarning yo'qligini aytish mumkin. Mamlakatdagi tashabbuskor olimlar uni ichimlik suviga qayta ishlashni o'rgandilar. Shuningdek, singapurliklar dengiz suvini sho'rsizlantirishni ham faol qo'llaydi. Eng qizig'i shundaki, Singapurda nafaqat suv yo'q, balki qattiq chiqindilar ham yo'q. Ular dengizdan qaytarib olgan hududlarda yer maydonlarini shakllantirish uchun materialga aylantiriladi. 10 yil davomida dengizning 100 kvadrat kilometr suvlari quruqlikka aylantirildi. Endilikda mitta davlat 600 o'rniga 700 kvadrat kilometr maydonni egallamoqda. Singapur shahar tozaligi va ozodaligi bilan mashhur. Hukumat tozalik va tartibni saqlash uchun juda qat'iy qoidalarni o'rnatgan. Ushbu qoidalarni buzganlar katta jarimalar bilan jazolanadi. Bu mamlakatda saqish chaynash, jamoat joylarida chekish, ko'chaga axlat tashlash, yerga tupurish, qushlarni boqish, jamoat transportida yeb ichish, plakat va e'lonlarni yopishtirish, mast holda davlat va diniy muassasalar yaqinida bo'lish mumkin emas.
Agar siz sigaret qoldiqlarini yoki qandaydir axlatni yerga uloqtirib qo'lga tushsangiz, sizga 1000 Singapur dollari jarima solinadi. Agar buni ikkinchi marta qaytarsangiz, sizga men iflos qildim degan yorqin to'q sariq rangli futbolka kiydirib, atrofni majburan tozalattirishadi. Ko'rib turganingizdek, mamlakatda turli xil taqiqlovchi qoidalar hamda ularni buzganlik uchun qat'iy jazolar talaygina. Aholi bu qoidalarga allaqachon ko'nikib qolgan, chunki aynan ular sababli mamlakat tozaligi va turmush darajasi dunyoda eng yuqorilardan biri hisoblanadi. Yigirmanchi asrning o'rtalarida mamlakat Buyuk Britaniyaning mustamlakasi bo'lganida, Singapurda hech narsa yo'q edi. Hech qanday pul, hech qanday resurslar, hech qanday erkinlik. Bundan tashqari mamlakatda ko'p millatli aholining o'zaro qarama-qarshiliklari, tajovuzkor qo'shni davlatlar, urushdan keyingi inqiroz va keng tarqalgan jinoyatchilik muammolari bor edi. Barcha qoloq davlatlari kabi korrupsiya Singapurda mutlaq odatiy holga aylangan edi. Korrupsiya Osiyo turmush tarzining xususiyatlaridan biri. Odamlar mukofotlarni ochiqchasiga qabul qilgan, bu ular hayotining bir qismi bo'lib kelgan. Mamlakat aholisining aksariyati xitoyliklar edi. Ularning mentaliteti esa rasmiylar bilan sovg'asiz bog'lanishga yo'l qo'ymasdi. Mamlakat modernizatsiyasi 1959-yilda Singapur Buyuk Britaniya imperiyasi tarkibida o'z-o'zini boshqara oladigan davlatga aylanganidan va Sotsial-demokrat xalq harakatlari partiyasining asoschisi Lee Kuan Yew bosh vazir sifatida tayinlangandan so'ng boshlanadi. Yangi hukumat shaxsiy aloqalarga boqmay, hech kimni istisno qilmagan holda korrupsiyani yo'q qilish vazifasini qo'yadi. Mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha maxsus byuro tuzilib, ularning xodimlariga keng vakolatlar beriladi. Byuro korrupsiyada gumon qilingan har qanday shaxs, bu xoh vazirlar mahkamasi a'zolari bo'lsin, xoh bosh vazir yoki uning qarindoshlari bo'lsin, korrupsiya ishini ko'rish jarayonida ularning har qanday huquqbuzarliklarini tekshirish va kerak bo'lsa hibsga olishga haqli edi. 1960-yilda hukumat tomonidan aybdorlik prezumpsiyasi deb nomlangan qonun qabul qilindi. Bu ayblanuvchining oylik maoshidan ortiq yashashi yoki uning daromadlariga to'g'ri kelmaydigan mulk obyektlariga ega bo'lishi korrupsiyaning dalili sifatida tergov ishini ko'rib chiqishga imkon berardi. Mansabdor shaxs tomonidan olingan har qanday mukofot uning aksi isbotlanmagunicha pora sifatida qabul qilingan. O'zining aybsizligini isbotlay olmagan mansabdorlar mol-mulki musodara qilinishi, ozodlikdan mahrum bo'lishi yoki ja bo'lmasa katta jarimalarga tortilishi mumkin edi. Byuroning bir necha yillik faoliyati davomida bir nechta federal vazirlar, kasaba uyushma rahbarlari, jamoat arboblari, davlat kompaniyalarining top menejerlari hibsga olingan. Ba'zilari haligacha jazo muddatini o'tamoqda. Ko'plab poraxo'r amaldorlar mamlakatni tark etgan. Hukumatning jamiyatda qonun ustuvorligini qat'iy o'rnatgani, qonun oldida har bir fuqaroning teng javob berishi Singapur muvaffaqiyatining omili bo'ldi. Qonun ustuvorligi uchun bosh vazir hatto yaqin do'stini ham qamoqqa tashladi. Tichin Van korrupsiyada aybdor deb topilganda, u o'z joniga qasd qilishni ma'qul ko'radi. O'limidan oldingi Lee Kuan Yew nomiga yozilgan oxirgi xatida u shunday yozgan edi: Sharqiy oliyjanob jentelmen sifatida men o'z xatoyim uchun eng yuqori jazoni olishim adolatli bo'ladi. Mamlakatdagi vaziyatni tubdan o'zgartirish uchun hukumat odamlarning ongiga yangi standartlarni joriy etishni boshlaydi. Iqtisodiy jihatdan rivojlangan va korrupsiyadan xoli mamlakat qurish uchun singapurliklar 3 ta asosiy tamoyil tanlaydi: meritokratiya, pragmatizm va halollik. Ushbu 3 ta tamoyil davlat tizimining 3 ta ustuniga aylantirildi. Meritokratiya bu har qanday ijtimoiy qatlamda eng munosib va qobiliyatli shaxslarni ularning kasbiy fazilatlari va alohida xizmatlariga adolatli hamda obyektiv baho berish asosida davlat xizmatlariga jalb qilish, ya'ni yuqori salohiyatli odamlarni millatga bosh qilish. Ajablanarlisi shundaki, dunyoning aksariyat mamlakatlarida hokimiyatdagi odamlar maxsus ta'lim, malaka va tajribaga ega emas. Ular faqatgina televizorda yaxshi ko'ringanliklari, yaxshi gapira olishlari, odamlarni chiroyli laqillata olganliklari bois saylanadi. Buni kleptokratiya, ya'ni o'g'ri va kazzoblar hukmronligi deyish mumkin. Singapurning ikkinchi prinsipi bu pragmatizm.
Singapur mamlakat uchun farovonlik va rivojlanishning eng samarali yo'lini tanlaydi. Pragmatizm o'zining va boshqalarning tajribasidan ijodiy foydalanish qobiliyati, barcha ijobiy va salbiy tomonlarni inobatga olgan holda uni to'g'ri ravishda o'zida qo'llashdir. Sodda qilib aytganda, singapurliklar g'ildirakni ixtiro qilmasdan dunyoga aniq va sinchkovlik bilan qaraydi. Boshqalarning yutuqlarini tahlil qilib, ular orasidan o'z davlati uchun u yoki bu sohadan eng mos keladigan narsani topib, uni qo'llaydi. Bunga misolan Singapur dengiz portini aytish mumkin. Portni qurish paytida ular Yevropaning eng yaxshi portlaridan biri Rotterdamni shunchaki ko'chirib olishgan. Dunyoning eng yaxshi namunalaridan birini Singapurga moslashtirish ishlari muvaffaqiyatli o'tdi. Endilikda ushbu port orqali ko'plab yuklar o'z manziliga samarali yetkazilmoqda. 3-chi prinsip – yuksak ma'naviyat va halollik. Aholida yillar davomida asta-sekinlik bilan halollik fazilati shakllantirilib kelingan. Aynan halollik Singapur kuch tuzilmalarida muvaffaqiyatli ishlashning asosiy shartidir. Halollik davlat taraqqiyotining o'zagi. Singapur asoschilarining xalq oldidagi yuksak xizmatlari ham ana shu xislat bilan chambarchas bog'liq. Tabiiy resurslarning yetishmasligi aql, intizom va zukkolik ustunligi bilan qoplanishi kerak edi. Korrupsiya darajasining pasayishiga alohida tartib muhit ham ta'sir qildi. Mamlakatda qat'iy jazo tizimi amalga oshirila boshlandi. Aynan Singapur o'lim jazosi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlarga ega. Jazoning muqarrarligi korrupsiyani jilovlab turuvchi birinchi omildir. Ikkinchi omil esa bozor darajasiga mos keluvchi maoshlardir. Korrupsiyani kamaytirish maqsadida mansabdor shaxslarning maoshi sezilarli darajada oshirilgan. Lee Kuan Yew siyosiy lavozimidagi odamlarga qo'shimcha maosh berilmasa, ular vasvasaga berilishi osonroq bo'ladi deb ta'kidlagan edi. Bugungi kunda Singapurdagi davlat xizmatchilarining ish haqqi dunyoda eng yuqori hisoblanadi. Mansabdor shaxslarning maoshi aytaylik xususiy firma yoki korporatsiya xodimlaridan 2-3 barobar yuqori. Singapurning hozirgi bosh vaziri Lee Hsien Loongning yillik daromadi 1,7 million AQSh dollari bilan dunyodagi hukumat rahbarlari orasida eng yuqori ish haqqi ro'yxatida birinchi o'rinni egallaydi. Vazirlarning o'rtacha ish haqqi 850 ming AQSh dollari. Sudyalarning oylik maoshlariga kelsak, ular yiliga 300 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Singapurdagi sudlar korrupsiyadan batamon xoli. Sud tizimi iloji boricha korrupsiyaga botgan mansabdor shaxslarga yumshatuvchi omillar yaratib bermaydi. Aksincha, eng qat'iy jazolar yoki jarimalar belgilaydi. Bugungi kunda bu mamlakatda pora berishga urinish nafaqat foydasiz, balki haqiqatan ham xavflidir. Mansabdor shaxslar tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar uchun berilgan mukofotning har qanday shakli pora hisoblanadi. Davlat idorasi xodimlariga nafaqat sovg'alar, balki qaram holatga keltirishi mumkin bo'lgan taklifnomalar olish ham taqiqlanadi. Agar mansabdor shaxs, masalan, xorijiy delegatsiya tashrifi protokoliga binoan sovg'adan voz kecha olmasa, bu taqdirda sovg'ani xodim olishi uchun buxgalteriya uning narxini baholab berish kerak bo'ladi. Xodim davlat g'aznasiga shu summani to'lagan taqdirdagina bu sohani o'ziga olib qolishi mumkin. Singapurliklar shikoyat qilish bo'yicha chempionlardir. Singapurda korrupsiyaviy jinoyatlar haqida xabar berish odat tusiga kirgan. Buning uchun hatto qulay sharoitlar ham yaratib berilgan. Har kim korrupsiyaga qarshi maxsus kiosklar yoki korrupsiyani ogohlantirish markazlari orqali ommaviy yoki anonim holda korrupsiya haqida xabar berishi mumkin. Korrupsiyaga qarshi kurashda ommaviy axborot vositalarining ham omili katta ahamiyatga ega. Daromadlardan ortiq yashayotgan mansabdor darhol birinchi sahifa qahramoniga aylanadi. Mustaqil Singapurda ommaviy axborot vositalari haqiqiy 4-hokimiyatga aylangan. Ular davlat xodimlari, ularning oila a'zolari va do'stlarining turmush tarzini diqqatlik bilan kuzatib boradi. Shuningdek, mamlakatda tashkil etilgan elektron hukumat korrupsiyaga qarshi zamonaviy kurashda muhim o'rin tutadi. Fuqarolar muassasalarga kamdan-kam hollarda borishadi. Chunki deyarli barcha davlat xizmatlarini zarur shakllarni uyda to'ldirish va elektron pochta orqali tegishli organlarga yuborish mumkin. Bundan tashqari, davlat muassasasida zarur ehtiyojsiz bo'lish, mansabdor shaxs bilan shaxsiy aloqani o'rnatishga urinish ham jarima bilan jazolanadi.
elektron hukumat ishi, shuningdek, aksariyat davlat tenderlari biznes va hukumat o'rtasidagi munosabatlarni shaffof qilishga imkon beradi. Albatta, faqat korrupsiyaning yo'q qilinishining o'zi Singapur iqtisodiy muvaffaqiyatining asosiy sababchisi emas. Singapur xorijiy tadbirkorlar va sarmoyadorlarga keng quchoq ochadi. Dunyoning turli burchaklaridan puldorlar Singapur tomon oshiqadilar. Bu esa davlat g'aznasiga mablag' olib kela boshlaydi, ishchi o'rinlar yaratadi. Singapur bugun Jahon bankining biznes qilish reytingida yetakchi hisoblanadi. Mamlakat g'aznasiga tushayotgan pullar birinchi navbatda harbiy kuch-qudratga emas, korrupsiyaning yo'qligi sababli mansabdorlarning cho'ntagiga ham emas, balki salomatlik va ta'lim tizimiga sarflanadi. Singapur aholisi uchun o'rtacha umr ko'rish uzunligi 83 yoshni tashkil etadi. Singapur bolalari jahonning eng samarali va yaxshi ta'lim tizimlari asosida qurilgan ta'lim oliygohlarida o'qiydi. Ta'lim uchun bu mamlakatda katta mablag' sarf qilinadi. Singapur eng yaxshi o'qituvchilarni jalb etish va ularning nufuzini oshirishga avvaldanoq alohida e'tibor qaratib kelgan. Ko'rib turganingizdek, Singapur gullab yashnashi va Janubiy Sharqiy Osiyoning eng sanoati rivojlangan markazdan biriga aylanishi nihoyatda savodli va uzoqni ko'zlagan davlat siyosati bilan ta'minlandi. Qashshoq bir davlatcha qisqa vaqt ichida katta taraqqiyotga erishib, dunyoning ko'plab rivojlangan davlatlarini ortda qoldirdi. Mening ikkita yo'lim bor edi. Birinchisi, do'stlarim va qarindoshlarimni Forbes ro'yxatiga olib chiqish va shu bilan o'z xalqimni yalang'och yerda qoldirish. Ikkinchisi esa bu xalqimga xizmat qilib, mamlakatni dunyoning eng yaxshi davlatlarining 10ligiga kiritishdir. Men ikkinchisini tanladim.